Sovchilarga bordinglarmi aka? Ha, borib keldik. Borib gaplashdik. O'sha mahrga. Gaplashib mahrga yetdik. Mahrga gelik so'rayapti qizim deydi adasi. Dubaydan uy deydi. Uy so'rayapti Dubaydan. Shuni nima qilasizlar deydi. Endi nima deymiz endi? Mayli endi. Bizda gelik bor. Gelik bu mahriga berilgan. 39-yil. Uyingizga. Ha, 39-yil buvimga berilgan mahriga. Eski vipiskasi endi hali yurilmagan. Unaqa yurgan bu anaqa gelik emas bu. Eski vipiska. Hop. Endi shuni bermoqchimiz endi. Shuni ko'rsin mana. O'sha gelikimiz. Mana bitta chirog'ini qo'yib, chiroq qo'ysak bu yechib qo'yganmiz bu chiroqlarini. Zanglamasin, qorayib ketmasin deb chiroqlarni olib qo'yganmiz. Chiroqlari bor hammasi. Mana poliklari bor. Mana podolda edi bu nima? Olib chiqdik mana. 36-yil olingan buviga kelgan gelik bu. Buvingizlarga. Ha, bu mahriga berilgan bu gelik. Mana bu yo'lani ham ko'rsin mana. O'ziga shu Magic City'larga haydab yuradi, bor, Magic City'larda yuradi, haydab. Mana o'qishiga haydab boradi. Mana oldidan olsang mana. Bu oldimi? Ha, bu oldi bu. Gelikka oldi bu. Mana hadoylari hali qilt etmagan mana. Qilt etmagan. Ana burchimurlarga tolagan haydab boraveradi. Adasi, onasi, ota-onasini olib ham haydab boraveradi. Shu burchimurlarga shu tolaga chiqib yuraveradi. Dubaydan ham uy deyotgan Endi ekan. uy deyapti, biz betdan quryapmiz. Mana bo'larmikan endi kelinga? Yo'qdan quryapmiz sizni. Mana Dubaydan bo'lsa, Dubaydan ham olamiz, bitkizildik oldin. Shu Dubayga mosmi, yo'qmi, shuni bilishimiz kerak oldin. Mana gelik dedi, mana gelik. Yana chiroqlari ham kecha qo'ydik chiroqlarni ham, yangi hali chiroqlarni olib qo'ygan edik. Shu